Demak, quyidagi tenglamani ko'rib ketamiz. Ildiz 1 kvadrat teng 4x kub minus 3x. Bu tenglamani yechish sal noodatiy yo'l bilan ko'riladi. Agar bu tenglama aniqlanish sohasiga e'tibor beradigan bo'lsak, aniqlanish sohasi ildiz ichini 0 dan katta yoki teng deydigan bo'lsak, x ni minus 1 va 1 oralig'idaligini bilishimiz mumkin. Minus 1 va 1 oralig'idagi sonni endi biz biror bir kosinus alfa deyish mumkin. Ya'ni x teng bu yerda belgilash kiritiladi. Kosinus alfa trigonometrga yechiladi. Kosinus alfa deb belgilash kiritamiz. Va bu yerda alfa, albatta alfaning chegarasini berib ketamiz. 0 va pi oraliqda yechim bor deb. Umuman 0 2 pi oraliqda deb qidirsa ham bo'ladi, lekin baribir bu yerda x'imiz o'z aslida arc kosinus alfaga teng. X teng arc kosinus alfa bo'lgandan keyin alfa teng. Alfamiz arc kosinus alfa bo'lgandan keyin albatta arc kosinus x bo'lgandan keyin alfa 0 pi oraliqda berilishi kerak, bo'lmasa ikkita teng yechimlar paydo bo'lib boraveradi. Turli yechimlarni topishimiz uchun 0 pi oraliq deb kiritamiz. Xo'p, endi tenglamaga olib borib qo'yadigan bo'lsak, 1 minus kosinus kvadrat alfa teng 4 kosinus kub alfa minus 3 kosinus alfa. Mana bu modul sinus alfani beradi. Teng kosinus 3 alfa bo'lib qoldi. Alfa 0 pi oralig'ida bo'lganligi uchun moduldan o'zi chiqadi, ya'ni sinus alfa bo'lib qoladi. Sinus alfa teng kosinus 3 alfa. Endi sinus alfani o'rniga kosinus pi taqsim 2 minus alfani qo'yamiz. Teng kosinus 3 alfa. Xo'p, bir tarafga olib o'tib kosinuslar ayirmasi formulasiga qo'yamiz. Minus 2 dan boshlanadi. Sinus qo'shib 2 ga bo'ladigan bo'lsak, pi taqsim 4 plus alfa bo'ladi. Yana sinus ayirib 2 ga bo'ladigan bo'lsak, pi taqsim 4 minus 2 alfa bo'ladi. Har bir 0 ga tenglashtiradigan bo'lsak, sinus alfa qo'shib pi taqsim 4 teng 0 degan tenglamani yechamiz. Demak, alfa qo'shib pi taqsim 4 teng pi n bo'la qolsin. Alfa teng minus pi taqsim 4 plus pi n. Xo'sh, bu yerdan biz alfaning 0 pi oralig'iga tegishli bo'lgan yechimlarni topadigan bo'lsak, n ga 0 beramiz. N ga 0 berganda alfa teng minus pi taqsim 4 bo'ladi, olinmaydi. O'shuning uchun n ga 1 bergan yaxshiroq. 1 beradigan bo'lsak, pi minus pi taqsim 4 demak 3 pi taqsim 4 degan yechim chiqadi. Bu olinadi. Demak 2 beradigan bo'lsak oshib ketadi. Keyingi holat sinus o'zgartirib yozsak ham bo'ladi. 2 alfa minus pi taqsim 4 teng 0. Buni yechamiz. Bu yerda alfani topadigan bo'lsak, pi taqsim 8 plus pi k taqsim 2. Bu yerda ham alfani 0 pi oralig'iga tegishli yechimlarni topib chiqamiz. K ga 0 beradigan bo'lsak, alfa teng pi taqsim 8 bo'lib qoladi. K ga 1 beradigan bo'lsak, alfa teng 5 pi taqsim 8 bo'lib qoladi. Demak, endi x larni topadigan bo'lsak, demak 3 ta yechimi bor ekan. Hozir a sharti yechilyapti bu yerda. Demak, x1 teng kosinus 3 pi taqsim 4, x2 teng kosinus pi taqsim 8, x3 teng kosinus 5 pi taqsim 8. 3 ta yechimga ega bo'lib qoldi. Demak, mana bu yerda so'ragan birinchi shartida nechta haqiqiy ildizga degan edi. 3 ta ildizga ega. B sharti desa ularni ko'paytmasini so'raganida 3 ta yechimni bir-biriga ko'paytiramiz. Kosinus 3 pi taqsim 4 kosinus pi taqsim 8 va
kosinus 5 pi taqsim 8. 3 pi taqsim 4 ta qiymati minus ildiz 2 taqsim 2. Bu yerda pi taqsim 8 va 5 pi taqsim 8 qolyapti. Bularni sinus 2 alfa formulasiga keltirish mumkin. 5 pi taqsim 8 ni pi taqsim 2 plus pi taqsim 8 deb oladigan bo'lsak, demak minus ildiz 2 taqsim 2 ko'paytiruv kosinus pi taqsim 8 va sinus pi taqsim 8 oldidagi minusini plus qilib yuboradi. Biz 2 ga ko'paytirib 1 taqsim 2 ga ko'paytirib olsak, mana bu uchalasi formulani beradi. Ildiz 2 taqsim 4 ko'paytiruv sinus 2 alfa. Sinus pi taqsim 4. Demak ildiz 2 taqsim 4 ko'paytiruv ildiz 2 taqsim 2. Demak qisqaradiganlar bor. Javob 1 taqsim 4 chiqadi. Demak ikkinchi shartning javobi ildizlar ko'paytmasi 1 taqsim 4 ekan. Shu va shunga o'xshash misollarning yechimini o'rganish kerak bo'lsa, bizni Telegram kanaliga a'zo bo'ling. Telegram kanal matematika 1997.